Ijtimoiy tarmoqlarda milliy valyutamiz so'm denominatsiya, ya'ni denominatsiyadan so'ng eski 1000 so'm 10 tiyin, 10.000 so'm yangi 1 so'mga teng bo'lishi haqidagi mishmishlar tarqaldi. Bugun Markaziy bankda matbuot xodimlari uchun bo'lib o'tgan press konferensiyada O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki raisi Mamarizo Nurmurotov bu tarqalgan ma'lumotlarga oydinlik kiritdi. Denominatsiya oddiygina nollarni o'chirish emas, katta iqtisodiy xarajat. Biz denominatsiya qilmoqchi emasmiz. Markaziy bank raisi sifatida aytmoqchiman, denominatsiya hech kimning xayolida yo'q. Denominatsiya iqtisodiy barqarorlik va kuchli inflyatsiya sharoitida o'tkaziladi. Bizda esa ahvol unday emas, deb ta'kidladi Markaziy bank raisi. Ma'lumot uchun, denominatsiya bu moliyaviy islohotning bir turi bo'lib, u valyuta nominal qiymatini kamaytirishni, bir necha eski namunadagi qog'oz pul o'rniga bitta yangi namunadagi banknota ishlatishni nazarda tutadi. Masalan, Rossiyada 1998-yilda o'tkazilgan denominatsiyada 1000 rubl 1 rublga tenglashtirilgan edi.